Assalomu alaykum aziz obuna bo'lmaganlar, sizlarga bir narsa ko'rsatmoqchi edim. Mana hozir kafildomni patrulda urib olishgan. Hozir keldi, biz o'ringa chiqarolmayapmiz. Evet, 60 ham kelmayapti, mana 59 7 8 chiqyapti. Mana bu tomoni mana ko'rinyapti deb o'ylayman. 63 64 05 06 millimetrga qiyshamon devorda ham ko'ra olamiz. Devor tekizligi ham 4,5 santimetr bo'lsa, pastki tomonini ko'ramiz. Shu teri 3 teri 2 chiqyapti. Yana bat chopildi ancha. Burchaklar. Aytlarim to'rayam. Eng qizig'i shu katurkani ham leskada urgan. Leska ham chal dedi. 4-7 bo'lib yotibdi. Hozir kafir bo'ladigan odam o'ziga moslab chiroyli qilib ura oladi. Aytdi 8 9 bo'lib yotibdi. Shunaqa rezultat. Shunaqa notekis devordan kelgan usta ham qadrli vaqtini yo'qotadi. Mijozlar ham klaydan ortiqcha rasxod qiladi. Hamma remont qildirmoqchi bo'lganlar shu vog'ini ham, patologiyani ham, steyajkasini ham shu kafil qiladigan ustalarga qoldirib bersa yaxshi bo'ladi deb o'ylaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.